Bugun shunda operatsiyamiz nechinchi kuni? 15-kuni. Bemorda qon plastik operatsiyasi o'tkazilgan. Bugun 15-sutkasi. Plastik operatsiyadan keyin 2-sutkasida bemor bezovta bo'lganlar. Perikis berasiz menga. Bemor bezovta bo'lib, diareya bo'lib qoldilar bemorda. Kuniga 15-20 mahal. Bemor bezovta bo'lib, diareya bo'lib qoldilar bemorda. Kuniga 15-20 mahaldan hojatga qatnash bo'lib, operatsiyaning 2-sutkasida. Natijada ichak infeksiyasi bizani choklarimizga o'tib qoldi. Tashqi choklarimizga perivaskaga qatnab turibdilar. 15-sutkasida juda ham yaxshi holati hozirgi. Shu sababdan doimo operatsiyadan keyingi muolajalarda aytilgan hamma protseduralar muhim hisoblanadi.